Assalomu alaykum. O'zbekiston, Buxoro, Samarqand. Hammaga salom. Londonda ish. Dastavchik. Ili fermaga kelganlar, dastavkaga chiqish niyati bo'lgan. Dastavka ishi oson emas. Dastavkaga ishlash kuni bo'yi o'ra-bora velik kerak, ili mototsikl kerak, страховкасы bor, расходы bor. Doполнительный ishingiz bo'lsa bo'ladi bu. Ili har kuni 10 soat, 12 soat ishlash kerak 100 funt qilish uchun. Nalogi bor. Dastavkaga nalog berish kerak 20%. Endi beri arendaga beryapti o'zbeklar. To'ka arenda deyapti, lekin dastavkani arendaga bergandan keyin har yil nalog to'lash kerak. Buni self employer deyiladi. Aytadilar, uzr. Bu turkcha bilan ozgina qarashtirdik nimani. O'zbekcha, tojikcha, turkcha, ruscha, inglizcha oson emas. 20% nalog. Masalan, kuniga 100 funt ishlagan bo'lsa, 20 funt nalog ketish kerak. Uni har yil nalog berish kerak. Buxgalter bu ishni qiladi. Ko'p o'zbeklar bilmaydiki, что nalog berish kerak, ili biror maxinatsiyasi bor deb. Lekin u kimning ismini bo'lsa, masalan, aytamiz, Jahongir masalan, Jaha ili Jonik. Dastavka nimasi o'shdi o'ziga. Bir Uber bor, Deliveroo bor, Yandex kabi. Uni qilibdi ismini. Keyin nima desam, 1 yil ishlatib arendaga berdi. 80 funt deyalik. Haftalik beribdi Deliveroo ili Uber Eats bor. Uni olibdi pulini, lekin 1 yildan keyin, masalan, 1 oyda u arendaga olgan odam 2000 ishlagan bo'lsa, 2000 dan 20% oling o'zingiz. Ish qilib где-то 400-450 nalog bo'ladi. Buxgalteriya berish kerak. Uni oylik desak, har oy keladi. 1 yilda bir gala bo'ladi bu, bir gala. O'zi hisob qiling. Shuning uchun dastavkaga ishlayman deb kelganlar bo'lsa, ishlasin. Ili fermaga, yaxshi fermaga ishlab, legal ishlab ketish kerak. Ili legal qolsangiz, bera ozgina qiyin hayot. Masalan, hozir Deliveroo'dan, Uber'dan keldi, Uber Eats. Masalan, Sainsbury magazin. Setaforga edik. Qaytdik endi. 3 funt beryapti где-то, menimcha. Скажем, $5. Hozir magazin kiramiz, olamiz. Bu yerda shtraf bor, nelegalni qo'ysangiz parkovkaga. Ko'ramiz qachon 1 minutda bo'ladimi yo'qmi? Olamiz, ketamiz. Ko'raylik endi qayerda. Bismillah. Is pick up the Uber? Yeah, Aiden. I go from here, is okay? Yeah, land bank and Yeah. Oh, Uber, yeah. Sorry, thank you. Aiden. Суйба, хорошо. Verify order. Da. Aiden. Komple pick up. All degani. Ketyapmiz. Navigatsiya. Buni o'chiramiz, Deliveroo'ni. Bismillah. Ketdik. Sorry, thank you. Qizlar qarash yo'q, Ramazon. Thank you, man. Ramazonda qizlar qarash yo'q. Og'irgina ekan. Bunaqasini bilaman, suv, dastavka. Bunisini bilmayman, yengilgina. Tojikchasida sabukak. Op, suv. Og'ir ekan. 10 kilo bor bu yerda. Bunisini endi kim biladi?
Yavaşgina qo'yaylik. Ketdik. Bismillah. Na. Meet at door. Okay. Eshikni yonida kelaman deyapti. Navigatsiya. 9 minut. Почти 2 kilometr. 1,5 mayldan ozgina oshiq kilometr, 2 kilometrdan 2 kilometr bo'ladi где-то. Ketdi qani. Aha. Qayerga ketish kerak? Chap bilan ketamiz, osonroq menimcha. Mashin. Поехали зарабатывать. Женщина, yo'lingizga qarang endi. Yaxshi emas. Bu yerdan qaytamiz. Di. Londondagi ko'chalar. O'yla shunaqa. Bu ko'ryaptim mana. Rahmat aka. Bo'ptimi aka? Поехали. London ko'chalar. Dov ko'chalar. O'yla kichkina. 2-3 ta ko'mitasi bor, kichkinagina katak kabi. Million pound turadi. Bu yerga где-то 900 ming pound olsa bo'ladi. Или даже 1 million pound. Kim biladi endi. Tashkent City kabida, London qimmat. Ketdi qani? 7 minut qoldi.